Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, qadrli kitobxonlar. 8 dekabr O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilingan kun. Konstitutsiya bu shunchalik qonunlar to'plami emas, bu bizning mustaqil hayotimiz, adolatimiz va kelajagimiz uchun berilgan eng oliy va'dadir. Har bir fuqaroning qadrini, yashash, ishlash va ma'rifat olish huquqini kafolatlaydi. Bu bizning barchamizga teng va erkinlik bag'ishlaydi. Aynan mana shu bilimlar markazi kutubxonamiz esa Konstitutsiya belgilab bergan huquqiy va ma'naviy asoslarni o'rganishga xizmat qiladi. Keling, bugun Konstitutsiyamizni qo'limizga olaylik. O'z huquqingizni biling. Zero huquqni bilgan inson jamiyatning ham, vatanimizning ham eng qudratli tayanchidir. O'zbekistonimiz tinch, Konstitutsiyamiz barqaror bo'lsin.